Dada? Assalomu alaykum dada. Assalomu. Max, lagerda o'rtadan olib keluvdim bir, eslaysizmi? O'sha yana olib keldim. Keling mehmon, karvon saroyiga xush kelibsiz. Keling. Ko'rdingmi, yur. Xush kelibsiz mehmon. Bu o'g'lim yoshligida zo'r odati bor edi. Ko'chada ko'rgan dayditini uyga olib kelaverardi. Katta bo'lib ham o'sha odat qolmabdi-da. Yaxshi o'tiringlar, xo'p? Men ketdim Behruz. Yo'q, jinnimiz o'tiribmiz-da. Itlar to'g'risida aytyapti, sen itmassanmi? O'xshatyaptilar-da. Yo'q, qara anaqa dusturamiz bu. Seni yana ko'zlaringda yo'q. Iblos, uyga kelganda oyog'ing yuvib olmaysan, paypog'ing bijiyapti. Dadam, men paypoq kiymadim, tapchig'ida keldim. Amanki maymun chiqay, men kisasayotgan bo'lishi mumkin. Yo'q, mehmonlar kisasimaysiz, bemalol o'tiravering. Shunaqa ham sasiydi, bijib ketdimi? Makide. Yo'q, hozir o'rganib qoladi dada. Nimachi? Nega seni jonim yana ko'zlaringda. Futbolga yig'ishdi. Uni belgilib nivelga qo'y. Qurron Sulton homilador, kimdanligini bilib olishim kerak, qo'y. Ha dada, hozir futbol. Qo'y uni serial ko'raylik-chi. Mayli Behruz, men ertaga ko'raman futbol. Qo'y serialga. Mehmon ko'rayotganmidi? Bo'pti, sizlar ko'raveringlar. Yo'q, amaki men ertaga ko'raman, bemalol ko'raver. Yo'q, ko'raveringlar. O'zingni uyingda serial ko'ra olmasang, dardingni kimga aytasan? Behruz, men ketdim, uyda ko'raman futbolni. Yo'q, ko'raver. Dadam ertaga ko'raverib, paftor qaytarib beradi-ku. Bermaydi paftor. Ya'ni Nikolas Jekson. Iblos tez bo'l, yuvinishim kerak, to'yga kech qolaman. Bo'l tez. Amaki, mayli siz yuvib olavering, men keyin yuvaman. Yo'q, yuvinib olavering. Yo, siz kech qolmang, kiravering. O'zi ham hozir chiqadi, aytishyaptimi? Hozir chiqib bo'lasan. Menga qara, suv o'chirib qo'ydim, qarzimiz ko'payib ketdi, yoqmang. Behruz. Bo'pti, ketaver. Теперь давай танцуй. Что смущает тебя?